Hammaga salom, qadrli foydalanuvchilar. Albatta bugungi video darsimiz albatta AI trading, ya'ni botlar hisoblanadi. Ba'zi bir programmalar o'zi masalan ChatGPT chiqib ketgan sun'iy intellekt hisoblanadi. Sun'iy intellekt bo'yicha savdo qilib ko'ramiz. Ya'ni $10 dan 10 ta yoki 15 ta сделка ochamiz. Valyutalar bo'limida bezovtisida ishlashga harakat qiladi. Novichoklar, ya'ni endi nima desalar, birinchi kirib kelganlar foydalanuvchilar bo'lishi mumkin. Iloji boricha nima desa bular krugsuz uchun deyapti. Mana qarang, bez buxarni, ya'ni dam olishsiz ishlayveradi doim. OTC kotirovkalari bez OTC ishlashga harakat qilinglar. Valyutaning ichidan kirib topib olasizlar desa. Bugun xuddi challenge ga o'xshagan narsa, ya'ni mana 10-15 ta $10lik sizlar uchun video uchun, ya'ni AI tradingni qanday ishlashi haqida gaplashib o'tamiz. Masalan, 100% AI tradingdan сделка ochgan bo'lsak, shundan misol 65-70% trading qilgan paytimizda сделкаlarimiz plyusga o'tsa, bemalol foydalansak bo'ladi AI trading. Bo'lmasa, o'sha настройка bo'limidan buni o'chirib qo'yganlaring ma'qul. Do'stlar, demak, ketdik. Out CF'ni 92% beryapti. Ikki yarimta sirli sinovdan bittasi bu pocket optionda ishlayotgan bo'lsangiz, foiz bor bu yerda. O'sha foizga juda ehtiyot bo'linglar. Har bir сделка ochganingizdan keyin foizlar kamayib ketishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha foizga e'tibor beriladi. Shu mesela 75-70% pastmi do'stlar, u masalan out o'sada 70%mi, demak bundan foydalanib bunga сделка ochish sizlarga maslahat bermayman do'stlar. Chunki foiz juda kam. Masalan $100 tiksangiz $70 plyus bo'lyapti. Bu unchalik yaxshi emas. Eng zo'ri masalan 80, 85, 90, 92 o'shaqa holatlarda сделка ochib foydalanishlarini maslahat beraman do'stlar. Euro GPA ga ochamiz, Euro GPA ga o'tamiz. 91% ekan, yaxshi foiz beryapti do'stlar. Ya'ni bez OTC e'tibor beringlar. Demak, 1 minutlik time frame, vaqt time frame $10 bu summa AI tradingdan foydalanamiz do'stlar. Demak, birinchi сделкani ochamiz do'stlar. Men hisobotlarni aytdim, nastroykasini, AI trading haqida ba'zi bir savollar bo'ldi. Qanaqa ishlaydi aka, foydalansak bo'ladi degan savolga mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Yo foydalanishda, yo foydalanmaslikda. Men unchalik foydalanmayman do'stlar, sizlar uchun. Demak, 1 minutlik time frame'da e'tibor beringlar. 1 minut vaqt time frame'da tepaga order ochishga ruxsat berdi AI trading. O'zi sun'iy intellekt, ya'ni tepaga ketadi deb 1 minut vaqt ichida siz tepada savdoga plyusga chiqishingiz mumkin degan analiz berdi va men ochdim $10 ga. Birinchi сделкamiz do'stlar. Birinchi сделкamiz ketdi. Foiz yaxshi, e'tibor berasizlar. 92% bosamiz. Bu ham tepaga berdi do'stlar. Ikkalasi ham buy holatda berdi. Euro GPA, Euro GPA ga. GBP va GPA ga. Sintetik AI tradingdan foydalanamiz. Qanaqa holatda ikkitasi o'lchalik minusda turibdi. 10 ta yoki 15 ta сделка ochaman. Bittasi minus AI tradingda mana Euro GPA e'tibor beringlar, ochilgan AI belgisi turibdi. Bu ham minusda do'stlar. AI tradingda hozir ikkita sun'iy intellekt bo'yicha order ochdik $10 dan, ikkalasi ham minusda do'stlar. $20 minusda hozir. Outcut foizi 90% order ochsak bo'ladi do'stlar. AI tradingni bosamiz do'stlar. Katta ehtimol bilan bu ham minus. 3-AI trading, ya'ni sun'iy intellektda ochilgan savdomiz ham 3-si ham minusda do'stlar. 10 ta savdo ochsak, 10 tadan 6 tasi, 7 tasi agar plyusda bo'lsa, o'shandagina foydalanishimiz mumkin. Bo'lmasa bu sun'iy intellektni o'chirib qo'yib, bundan foydalanmaydi. O'zlaringiz analiz qilasizlar bu yerdan. Masalan, topasizlar OutCF'mi, analizmi, HOUS'mi, GBP'mi. O'zlaringiz analiz qilib, narx qayerga ketishini hisobini olib, masalan 5 minutlik time frame'dami, keyin bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Ungacha maslahat bermayman. Ko'ramiz hozir. $10 dan $100 bo'ladi 10 ta order ochganimiz. Shunga qarab ishlaysizlar do'stlar. Bu ham 100% holatda minus, chunki pastga tushib ketdi o'sha svecha holatda. Boshqa nimani ham ko'ramiz yana. Bez OTC. Euro GPA bor, Euro CAD bor, GBP bor. Bulardan ham foydalansak bo'ladi. 89% yaxshi foiz beryapti do'stlar. Demak, AI tradingni bosamiz. Bu sellga berdi do'stlar, aytaverlar. Bu yerda 3 ta AI trading, ya'ni sun'iy intellekt 1, 2, 3 ta 3 holatda buyga berdi. Minusda o'chalasi ham. Bu sellga berdi. Euro out chefida shu instrument o'zida ishlaymiz.
qilamiz, demak kutamiz. Bunga ham AI tradingni bosaman do'stlar. 3 minutga beradi. Bu 2 minutga beradi to'g'rilar. Shu nuqtadan o'zidan yana bitta o'charigacha nima beradi? Yana pastga berar ekan do'stlar. Bu nechinchi? 5-chi orderimizda 1 2 3 4 5 6-chisi ekan. 6-chisi ekan do'stlar. 6-chi сделкamiz. 6 sekund, 5 sekund, 4 sekund. Ketdi. Mana o'sha sun'iy intellektda 4 ta minus do'stlar. Просто o'ndolarda 4 ta minus. 4 ta сделкasi minus. Aytaverlar 6 ta 7 ta уже minus bo'ldimi, уже 10 taga olib boryapman do'stlar. Уже bilib olsalaringiz bo'ladi. Sun'iy intellektda AI tradingdan foydalanish yoki har xil botlardan foydalanish katta minusga olib keladi sizga, ya'ni yutqazishga olib keladi. Bundan foydalanmaslikka maslahat beraman agar. Hozir ko'ramiz. 1 2 3 4 tasi minus. Hozir ko'ramiz. Qolgan 6 tamiz agar сделка ochib ketaversak, qolgan plus bo'lish kerak. 10 tadan 6 tasi plus bo'lsa ham, misol normal. Shu 5 ga 5 bo'lgan taqdirda ham undan foydalanmaslik kerak. 5 ga 5. O'nta сделка ochganmiz do'stlar. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Bu bilan oxirgisi mana 10-chi сделка plus kirsa plus degan 1 2 3 4 ta 5 ta minusda hozirchalik oxirgisini ko'ramiz. 4 ta plusda. Bu oxirgisi hozir plus bo'lsa 5 ta plusga 5 ta minus bo'ladi. Do'stlar, AI tradingdan foydalanishda maslahat berilmaydi. Chunki foiz 92%, 10 tadan 5 tasi plus 5 tasi minus bo'ldimi, siz baribir minusda bo'lasiz. Tushunyapsizlarmi? Katta ehtimol bilan 6 ta minus ham bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun AI trading, ya'ni sun'iy intellektdan foydalanishda maslahat bermayman do'stlar. Chunki oxirgisi mana 57 sekund qoldi. Bu katta ehtimol bilan hozirchalik pastga turibdi, no plusda turibdi. Minus bo'lsa ham, plus bo'lsa ham baribir aniq bu yerda o'sha xulosa chiqarib olsangiz bo'ladi. AI tradingdan foydalanmaslik kerak do'stlar. Настройка tepasi rasmchangizga bo'lsangiz, ya'ni Настройка bo'limidan bu yerdan AI tradingni o'chirib qo'yasiz. Bu yerda mana ограниченный summa сделкani o'chirib qo'yasiz, endi AI tradingni o'chirib qo'yasiz. Mana buy sellga klassik rejimga o'tkazib qo'ysangiz bo'ldi do'stlar. Bu yerdagi AI trading yo'qoladi va bu sun'iy intellektdan foydalanishda, ya'ni qo'llaringiz bosavermaydi, bilmasdan o'sha tomonga ehtiyot bo'lasizlar do'stlar. AI tradingdan foydalanmaslikda maslahat beraman. O'zlaringiz analiz qilinglar, bez OTC'da ishlanglar iloji boricha, foiziga e'tibor beringlar. Vaqtga masalan 5 minutlik 1 minutlik time frame'da 5 minutlik time frame'da qo'yib analiz qilinglar. Shunga qarab, vaziyatga qarab vaqtini belgilab olishingiz mumkin do'stlar. Qolganiga plusda o'tdi do'stlar. AI tradingda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta сделка ochildi do'stlar. Ko'zlaringiz onlaynda real holatda outchefida e'tibor beringlar. 5 ta plus, 5 ta minus va e'tibor beringlar 90%, 92% bo'lganligi sababli biz hisoblab chiqsangiz, bu yerdagi $100 сделка ochgan bo'lsak, foydani hisobini olsangiz ham baribir zararga kirasiz. Ya'ni 50 ga 50 bo'lsa ham zarar. Hech bo'lmasa 70 ga 30% bo'lish kerak siz plusga chiqishingiz uchun do'stlar. Shotimizda o'sha turibdi. Mana foyda zararni hisoblab olasizlar o'zlaringiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Bugungi AI trading bo'yicha video darsligimiz edi. Bu AI trading sun'iy intellektlarga yoki har xil botlarga ishonib, сделка ochmaslikda maslahat beraman. O'zlaringiz analiz qilib bilimlaringizni oshiringlar do'stlar.
Demak, kommentariyada va opisiyaniyada, video opisiyaniyasi tagida kerakli manzillarni qoldiraman. Kerakli video darslar bo'ldi do'stlar. Kirib bemalol foydalanishlaringiz mumkin do'stlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.